Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz to'garak og'zlilar, Cyclostomata sinfi tashqi tuzilishi. To'garak og'zlilar umurtqali hayvonlar ichida eng qadimgisi va oddiysi. Ularning terisi yalang'och bo'lib, bir hujayrali shikastda ishlab chiqaruvchi bezlarga boy bo'ladi. Juft suzgich qanotlari bo'lmaydi. Gavdasi uzun chuvalchangga ega. Og'iz teshigi, og'iz oldi voronkasida joylashgan. Jag'lari yo'q. Bosh skeleti tog'aydan iborat. O'q skeletini xorda tashkil etadi. Xorda va orqa miyani biriktiruvchi tasmali parda o'rab turadi. Nafas olish organlari 5-16 juft epidermal jabra xaltalardan iborat. Haqiqiy tishlari yo'q, ularning o'rnida tishlar bo'ladi. Burun teshigi bitta. To'garak og'izlilar to'liq yoki chala parazitlik qilib oziqlanish usuliga o'tganligi sababli hozirgacha yashab kelgan. Bu ularning butun tuzilishiga iz qoldirgan. Biz to'garak og'izlilar daryo minogasi misolida daryo minogasi, xordalilar tipi, xordata, bosh skeletlilar, kraniata yoki vertebrata, umurtqalilar jag'sizlar agnata, to'garak og'izlilar Cyclostomata bo'limi vakillari hisoblanadi. Daryo minogasi gavdasi uzunchoq yoki chuvalchangsimon bo'ladi. Gavdasi 3 bo'limga, bosh, tana va dum bo'limlaridan iborat. Bu bo'limlar ko'rinib turibdiki, bir-biriga chegarasiz qo'shilib ketgan. Boshining oldingi pastki tomonida suvuvchi og'iz voronkasi bor. Bu teshik og'iz ochiq turganda yumaloq, yopilganda esa yoriq shaklda bo'ladi. Boshining ustki tomonida, yon tomonida ko'zlari joylashgan. Ikki ko'zning orqasida bitta toq burun teshigi joylashgan. Undan orqaroqda esa teri tagidan ko'rinib turadigan bosh tepa organi joylashgan. Boshining ikki yon tomonida 7 juft jabra teshiklari bor. Tananing orqa tomonida oldingi va keyingi toq orqa suzgich qanotlari turadi. Miksinalarda orqa suzgich qanotlari yo'q. Dum suzgich qanoti birlamchi teng pallali protoserkal tusda tuzilgan, ya'ni o'q skelet dumni ikkita teng pallaga bo'lib turadi. Gavdaning ostida tana bilan dum qo'shilgan yerda orqa chiqaruv anal teshigi, undan orqaroqda esa siydik tanosi teshigi joylashgan bo'ladi. Bularning terisi yumshoq, yalang'och, shilimshiq bo'ladi. Terisi ustki epidermisdan va pastki chin teridan tuzilgan. Lekin epidermis boshqa umurtqali hayvonlardagi singari ko'p qavatliligi bilan lansetniklarning epidermisidan farq qiladi. Terisida anchagina shilimshiq ishlab chiqaradigan bir hujayrali bezlar bo'ladi. Boshida yon chiziq organining teshiklari bor. Ular teri sezgi organi hisoblanadi. Boshining uchida so'ruvchi og'iz voronkasining katta teshigi joylashgan bo'lib, uning atrofi teri popukchalari bilan o'ralgan. Og'iz oldi voronkasining ichi, yon devorlari, ustki devorlari o'ziga xos shoxli tishlari bor. Bularning joylashish o'rni, soni sistematik ahamiyatga ega. Voronka og'iz teshigi bilan bog'langan va undagi shoxsimon moddadan iborat tishli tilning uchi ko'rinib turadi. Bularni minogalarni daryo minogalarini oziqlanishi uchun o'ljani, ya'ni baliqning tanasiga og'iz voronkasi bilan yopishib qoladi. Og'iz voronkasining ichidagi shoxsimon moddali tishlari bilan o'ljani mahkam yopishib oladi va tilning uchidagi shoxsimon plastika yordamida baliq terisi pishib, kuchli muskulli tilning ritmik chiqarib harakatlanishi tufayli qonni so'radi. Minogalarning esa mayda turlarida har xil oziqasiz hayvonlar bilan oziqlanishi